akani yonimga o'tkazib olib, mahrga nima so'raganim haqida aytib beraman. To'ydan 2-3 oy oldin adam bilan o'tirib shu haqda gaplashgan edik. Adam so'ragandi, Umida, nima mahrga so'ramoqchisan desa, men o'tirib, "Ну, не знаю, может быть, kvartiru" deganman-da. Bobur birinchi marta eshityapti bu istoriyani. Dadam urushgandi. Qanaqa kvartira, qanaqa mahrga sen hech nima so'ramaysan, eshitdingmi dedi. Xo'p dedim-da, qo'yib ketgan. Xolalarim kelish boshladi, уже to'y yaqinlashib boshladi. Xolalarim so'radi, tipo, "Chona mahr?" Nima mahrga so'rading deb. Undan keyin men aytdim, "Ну, adam urushdi, unaqa." Hech qanaqa adam urushmas. Скажи, xolajonlar baxtimizga sog' bo'lsin. Nima xohlamoqchi bo'lsang, o'shani so'ra dedi. "Ну, bilmayman, shida" dedim-da. O'zi mahr qachon so'raladi? Kim bilsa, kommentariyada yozib ketinglar. Boburning xolasi to'ji so'radilar. Umida, siz nima mahrga so'radingiz deb. Men aytdim, hech nima so'raganim yo'q deb. "Yo'q, qani so'ramaydilar" dedi. Eslaysizlarmi anaqada? Oxirida ko'p o'ylab, Boburga ham og'ir bo'lmasin, tomoshin olib beradilar. Ha, shunday ham olib beradilar. Moshin desa moshin, uy desa uy deb. Men brilliantovoy kolechka so'radim. Bor yo'g'i brilliantovoy kolechka. Kichkinagina brilliantovoy kolechka so'radim. Olib beradi? Olib beradi.